Avvalambor assalomu alaykum akalar. Srochniy BYD chempion 605 talik toza elektrokar o'zimni mashinam sotuvga qo'ydim akalar. Menga 35 ming dollarga tushgan mashinani 25.500 dollarga berib olaman. 2023 dekabr 24-si ham bo'ladi. Eng fuli bor yo'g'i 18 ming kilometr yurgan, bir qo'l o'zim haydaganman. Просто hozir pul zaril bo'lib qoldi akalar, sotuvga qo'ydim. Eng fuli hamma zaryadga nima narsasi bo'lsa qo'shib beraman. Olgan odam inshaalloh baraka topadi, chunki haqiqatan mashina zo'r ekan. Haqiqatan o'sha paytda birinchi chiqqanlari 35 ming dollarga olingan. Kim kerak bo'lsa aloqaga chiqinglar, pastda nomer qoldiramiz. Pastda o'zim kam nomerni qoldiraman. Aloqaga chiqinglar. Oladigan odam realniy bo'lsa, ozgina o'tiladigan joyi ham bor. Menga srochniy pul kerak. Akalar, pastda nomer qoldiramiz. Ulgurib qolinglar. Lekin mashina hech qanaqa ishi yo'q, mashina zo'r. Hamma narsasigacha almashtirib qo'yganman. 18 ming kilometr yurgan. 2023 dekabrda olingan. Pasti 24 si ham bo'ladi. Olgan odam inshaalloh baraka topadi akalar. Ulgurib qolinglar, mashina zo'r. Begona ketib qolmasin, o'zimiz patishchilarga ketsa ham xursand bo'lardim.